Saudiyada o'qish pullikmi yoki tekin? Bu ma'lumotni sizga bir daqiqada tushuntirib bermoqchiman. Undan oldin albatta menga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu informatsiyalarni qismlab berib boraman va ularni hammasidan boxabar bo'lib turishingiz mumkin bo'ladi. Saudiyada ikki xil universitetlar bor, davlat va xususiy. Davlat universitetlari agar grant yutib olsangiz bepul o'qiysiz, hatto stipendiya, turar joy va ba'zan chipta ham beriladi. Xususiy universitetlar bu yerda o'qish pullik, lekin kontrakt narxi har xil universitetlarga qarab farq qiladi. Til kurslari, arab tili o'rganmoqchimisiz? Ko'plab markazlarda bepul yoki arzon narxlarda kurslar mavjud. Agarda siz grant yutib olmoqchi bo'lsangiz va bu grant davlat universitetlarida bo'lsa, sizda yosh chegarasi albatta qo'yiladi 17 yoshdan 25 yoshga qadar. Yoki siz xususiy universitetlarda kontrakt asosida o'qishni xohlasangiz yoki til kurslarida o'qimoqchi bo'lsangiz, ular bundan mustasno, ularda yosh chegarasi yo'q. Videoni saqlab qo'ying, do'stingizga yuboring va keyingi videoni kutib qoling, chunki keyingi videoda sizga juda ham kerakli ma'lumotlarni beraman, ya'ni o'qishlarga qanday hujjatlar topshirish kerakligi haqida. Ma'assalama, ko'rishguncha azizlar.